hozir sunnat degan bilan 2 marta omadimiz keldi. Birinchisi mana shunaqa go'zal masjidga kelib qoldik. Ikkinchisi Shuhrat degan bilan birga kelib qoldik bu Assalomu masjidga. alaykum. Hozir endi Shuhrat degan bilan masjid haqida tahlillarni eshitamiz. Bu Farg'ona shahri nisbatan yangi shahar hisoblanadi vodiylarda atrofida. Shuning uchun bu yerdagi masjidlar uzoq bo'lsa 20-asr boshlarida bo'lishi mumkin. Bilasizmi? Mana shu masjid birinchi masjiddan ekan. Boya so'radim, anaqadan Ilhom akadan. So'raganimda aytdilarki, shu yo SES bilaman, men qatori shakli, SES bilaman bitta yagona masjidga chetga chiqardi degani bor ekan. Men xulosa qildim, haligi Farg'onaning eng eski birinchi masjidlaridan. Farg'ona shahridan. Farg'onaning maktabini haligi naqsh maktabi, Farg'onaning naqsh maktabining an'analari, ranglari Toshkentga o'tgan. Toshkent eng yaqin hisoblanadi. Farg'ona taro berilmagan. Chunki mana bu taro bo'ladi. Keyin ro'zavoy qilishadi, o'rtaga bizni yedirma qo'yardi. O'rtaga tochkalar bor, taro tushadigan joyga. Taro joyiga o'shni to'g'rilab bo'yashganda biza yedirma qo'yardi shuni. Nechinchi yil ishida bo'ldingiz? Buchi 80-90larda. 80-90 chunki unda men bu ship unaqa emas, bolalar ship eskiroq bo'lishi mumkin. Shiplar unaqa 80-90larda o'shda ko'rmagan edim. O'sha bunaqalik to'qilish bilan yoki mana bunaqa qilgan. Men bular fanerlar o'sha paytda bo'lgan. Patnisli deyishadi. Mana sharafa qismi bu, mana sharafa deydi. Pastki qismi bor mana, tagida turibdi. Karniz o'rniga mana muqarnaslar tushgan, sharafa deyiladi. Mana krashden chiqyapti. Mana bu lekin kolonnalar bor. Eski burama kolonnalar yog'ochdan qilingan ekan. Mana bu yog'och ekan, bunaqasi bazasi, tanasi, kapiteli. Buni saqlab qolish kerak endi, o'zi. Yodgorlik. Shuni ko'rgani yana qiladi, dodalardan qolib ketgan ishlar.